Avvalambor assalomu alaykum. Bugungi raskladimiz nega siz boshqalardan ajralib turasiz? 3 ta karta qo'yaman. 3 ta kartadan yoqqanini tanlaysiz. Men aytishni boshlayman. Qanunda ketdik. Birinchi karta. Nega siz boshqalardan ajralib turasiz? Bu karta shuni ko'rsatadiki, sizning qalbingizda mehr va samimiylik bor. Ko'pchilik insonlar siz bilan suhbatlashganda o'zini qulay his qiladi. Sizni energiyangiz boshqalarga iliqlik bera oladi. Aynan shu jihatingiz sizni ko'pchilikdan ajralib turishingiz haqida aytib bermoqda. Ikkinchi kartamizni tanlagan insonlarimiz. Nega siz boshqalardan ajralib turasiz? Bu karta sizga nima demoqchi? Sizni o'zingizga xos inson ekanligingizni aytmoqda. Siz hammaning fikriga ergashib ketadigan inson emassiz. O'z qarashlaringiz va hayotga bo'lgan yondashuvingiz bor. Shu sababli hamma sizni tushunavermaydi. Lekin sizni tushungan insonlar sizni juda qadrlash haqida aytib bermoqda. Uchinchi kartamizni tanlagan insonlarimiz. Nega siz boshqalardan ajralib turasiz? Bu karta insonlar qalbida iz qoldira olishingizni ko'rsatadi. Siz bilan uchrashgan yoki suhbatlashgan odam sizni osonlikcha unutmaydi. Hatto uzoqlashib ketgan insonlar ham sizni eslab turishi mumkin. Barcha kartamizda nima demoqchi? Siz boshqalardan samimiyligingiz, o'zingizga xosligingiz va insonlar qalbida iz qoldira olishingiz bilan ajralib turasiz. Sizni hamma ham tushunmasligi mumkin. Lekin sizni qadrlagan insonlar uchun o'rningiz juda alohida deb kartalarimiz sizlarga aytmoqda.